Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, mana bugun Go'jetda.com haqida gaplashamiz. Bu Go'jetda.com mevasini mana tanadagi oq dog'larga qanday ta'siri bor, foydasi bormi, yo'qmi, ya'ni vitiligoga. O'sha haqida gaplashamiz. Vitiligo degani o'zi bu kasallik emas. Teri nuqsoni deyilganda. Buni hozirda meditsinada aniq diagnoz qo'yilmayapti. Balkim immun tushib ketishimi, balkim modda almashinuvi buzilishimi, balkim ichaklardagi qabziyatdan bo'lyaptimi. O'shani hozir meditsina aniq davolay olmayapti, aniq diagnoz ham qo'ya olmayapti. Menga ham ko'pincha qo'ng'iroq bo'lib turibdi. Mana meditsina ustida ham davolandim. Yaxshi edim, davolanib turgan paytim ancha kamayib kelyapti. Keyin mana больницаdan chiqqandan keyin yana даже qo'shimchasi bilan ko'payib ketdi degan gaplar ko'p eshitilyapti-da. Keyin mana ayrim qo'mis degan bir anovlar bilan ham iste'mol qilib davolanyapti. Yaxshi, effekt berishi yaxshi deyapti. Keyin dorini to'xtatgandan keyin 3 oy 4 oydan keyin yana qaytaryapti deydi. O'sha uchun vitiligoni kompleksni davolamasa davolash qiyin. Keyin mana lazer bilan ham davolayapti. Mana teriga rang berib, yaxshi, u ham davolayapti. Lekin baribir qaytalayapti. Qaytalaganda ham oldin 10% bo'lgan bo'lsa, keyin 60-70% ga chiqib ketyapti. O'sha uchun bu Go'jetda.com da davolanaman deyotgan bo'lsa, bu Go'jetda.com o'zi kompleksi terapiya deyiladi-da mevasi. Endi kompleksi deganda qanday? Masalan, siz uni iste'mol qiladigan bo'lsangiz, mana bir immunni ko'tarib qolmasdan turib, modda almashinuvini ham yaxshilayapti. Keyin ichaklarni ham yaxshi tozalaydi. Keyin jigarni ham yaxshi tozalaydi. O'sha uchun bir nechta joyga foydasi tekkani uchun, davolagani uchun, o'sha uchun kompleksni deyiladi-da bu. Vitiligoni bir terini lazer berib, terini davolagan bilan uni tuzatib, butunlay tuzatib bo'lmaydi. Men bu o'zimning fikrim. Masalan, menga ham ko'plar murojaat qilishyapti, даже shu davolanib chiqqanlar ham murojaat qilishyapti-da. Oldin davolanuvdim, yaxshi edi, hozir esa qayta naborat ko'payib ketdi deb. Bu Go'jetda.com mevalarni qilayotgan xususiyati nima? Immunni ko'taryapti, qonni suyultiryapti, qonni tozalayapti, qon aylanishini yaxshilayapti, modda almashinuvini yaxshilayapti, ichaklarni tozalayapti, qabziyatni oldini olyapti, hazmni yaxshilab beryapti, o't qopidagi dimlanishlarni olyapti, o't qopidagi tosh buyraklarni tushiryapti, jigarni yog'lardan, toksinlardan tozalab beryapti. Endi buni iste'mol qilib yuradigan bo'lsak, mana vitiligoda balkim immun tushib ketgandir. Balkim modda almashinuvi buzilgandir. Balkim ichaklarda qabziyat bo'layotgandir. Bu o'shani uchilasini ham hal qilib beradi-da. Faqat doimiy iste'mol qilib yurish kerak. Bu vitiligo, ya'ni tanadagi oq dog'larni u 1 oyda yo 15 kunda davolanadigan kasallik emas. U balkim 6 oy. 6 oylarda effekt berib boshlasa ham 1 yil, balkim 2 yilga davom etar, balkim 3 yilga davom etar. Eng yaxshi tomoni, sizni uyingizda bo'ladi, bir ikkitagina daraxtni ekib olsangiz, doimiy iste'mol qilib yurishga imkoniyat bo'ladi. Doimiy iste'mol qilib yurgan odamda bu 1 yil, 2 yil iste'mol qilib yurish juda bir qiyin narsa emas u. Mana больницаga borib yotib 1 oy davolanadigan bo'lsangiz, bilasizmi, qancha uydagi ishingiz qolib ketadi, bola chaqadan tashqarida. O'sha uchun juda qiyin. Uni davolanishda o'zi qimmat narsa. Bu Go'jetda.comda mana shu tomonlardan juda bir yaxshi imkoniyatlar bor. Buni avvalambor qiziqish kerak. Buni davolanaman, tuzalaman, tuzalishim kerak. Bu tanada oq dog'lardan tuzalish asosan bu o'zingizga bog'liq. O'zingizda harakat, o'zingizda intilish bormi, tuzalsa bo'ladi. U sizni meditsina ham, vrach ham, professor ham, tabib ham tuzata olmaydi. Faqat asosan o'zingizda bo'lish kerak. Qiziqish. Chunki doimiy stressga tushib yurasiz. Mana davralarga kira olmaysiz, o'zingizni odamlardan olib qochadigan anoga borib qolasiz. O'sha uchun siz umuman unutishingizga bu narsalarni. Faqat yaxshi niyat bilan
doimiy kayfiyat cho'qqib, stressga tushmasdan men tuzalaman, tuzalishim kerak, mana kechagidan ancha yaxshi degan maqsadda harakatlanish kerak. Bu immunni ko'tarib beryapti, modda almashuvini yaxshilaydi Go'jet.com. Keyin mana ichaklarni tozalayapti, keyin qabziyatni oldini olyapti. Bu уже kompleksni deyilgani. O'shanda sizga tuzalishingizga ancha yengil bo'ladi. Chunki bu Go'jet.com mevasining tarkibida melanin degan bir moddalar ham bor-da. Melanin deganlari bu tanadagi terini rangiga javob beradigan elementlar. Buni asosan ichaklardan jigar katta rol o'ynaydi melanin ishlab chiqish uchun. Tanada bir o'zgarish ketdimi, bilingki jigarda kamchilik bor. Ichakda bir kamchilik bormi, jigarda kamchilik keltirib chiqaradi. O'sha uchun jigaringiz yaxshi toza bo'lsa, yog'lardan, toksinlardan terida hech bir muammo bo'lmaydi. Yosharsa yosharadi teri, unaqangi har xil toshmalar chiqmaydi. O'sha uchun harakat qilish kerak. O'zingizni doim kayfiyatingizni chog' ushlashingiz kerak. Doim xursand, chehrangiz ochiq holda bo'lishi kerak. O'shanda effekt yaxshi bo'ladi. Qiziqish kerakda avvalambor. U tushkunlikka tushmas kerak. Tushkunlik boshqa kasallardan keltirib chiqaradi. O'sha uchun tushkunlikka umuman tushmas kerak. Tushkunlikka tushgan bilan hech nimani hal qila olmaysiz-da. Xursand bo'lgan bilan hech nimani hal qila olmaysiz. Bir xil muammolar. Shunday ekan harakat qiling xursand bo'lishga. Shu sog'lig'ingizni tiklab qolish uchun. Tushkunlikka tushdingizmi, sog'lik orqaga ketadi, oldiga yurmaydi. Chunki hazm buziladi. Hazm buzildimi, ichda qotish bo'ladi. Ich qotish bo'ldimi, jigarga nagruzka beradi. Jigar nagruzka tushdimi, teriga bir nimalar ko'rsatib beradi, dog'larni. O'sha uchun harakat qilish kerak, tuzalaman, tuzalishim kerak. Mana kechagidan ancha yaxshiman. Psixosomatika degan narsalar bor-da, odam o'zini o'zi ishontirib borish kerak. Bir tuzalaman degan paytda. Nima u og'doqlar, odamlar rak tuzatyapti, rakdan tuzalyapti. Harakat qilgan odam doim sog'lom yashaydi. Chunki unda harakat bor, izlanuvchan bor, qiziquvchanligi bor, darddan qutulsa bo'ladi. Masalan, men hozir 3 kishida o'zimdan xarajat qilib, shular bir eksperiment qilyapmiz. Effekt yaxshi. Bir 6 oy deganlarda effekt bildirib boshladi. Xudoga shukr, masalan, o'zlari ham daraxtlarni ekib olgan, hademay hosilga kiradi, keyin o'zlari mustaqil yana ham qo'ng'iroqlashib turadi, o'zlari iste'mol qilib ketaveradi. Bu men uchun ham juda bir yaxshi narsa. Endi birovga gartak bo'lsa ham bir foydamiz tegsa, shu kishilarni bir hayotga qaytara olsam, bundan juda ham bir behad xursand bo'lardim men ham. O'sha uchun insonni o'ziga bog'liq asosan. O'zi harakat qilish kerak. Keyin harakat qilganda ham doim qo'ng'iroqlashib turish kerak. Men og'ayni ishi boshladim, bunaqa effekt berdi, endi nimaga effekt bermayapti? Endi nima qilamiz? Bari maslahat yaxshi-da. Maslahat bilan qilganda o'ylayman qutulsa bo'ladi. Avvalambor Xudo, Xudo yo'l bersa, og'doqdan ham qutulsa bo'ladi. Faqat yaxshi kayfiyatda, stressga umuman tushmas kerak. U oldingi stresslarni yo'qotish kerak. Stressga tushdingizmi, ko'paysa kamaymaydi-da bu narsa. O'sha uchun stressdan menga nima deyishni o'rganish kerak. Harakat qilgan odamga Allohim o'zi yo'l beraveradi. Siz mana stressni yo'qotib oling. Siz o'zingizni bir yaxshigina qo'lga oling, обязательно tuzalsa bo'ladi bu kasaldan. Bir tanishman mana firmalar dorisi bilan davolanyapti. Men ham shuni kuzatib yuribman, o'zi 1 yildan oshib qoldi. Effekt berib boshlagan. Lekin uni xarajati har xarajat qilganda 2 million ziyodroq dori-darmonni olib kelaman deydi. Bizda bu Go'jet.comda iste'mol qiladigan bo'lsangiz, sizga boshlanishga xarajat, keyinga bexarajat bo'lib ketadi, nasib bo'lsa. Faqat sizni qiladigan ishingiz iste'mol qilish kerak, qo'ng'iroqlashib turish kerak. O'shanda hammasidan qutulsa bo'ladi. Mayli, ishlaringizga omad. Xudo sizlarga sog'lik, omonlik bersin. Qiziqingizlar bu Go'jet.com mevalariga. Bu nafaqat og'doqlarni, deyarli hamma kasalni davolasa bo'ladi. Deyarli hamma kasalni. Mana aytgan ichaklaringiz toza bo'lib, qabziyatga uchramadingizmi, har qanday kasaldan tuzalsa bo'ladi. Mayli, rahmat, e'tiborlaringiz uchun sog' bo'lingizlar, kasal bo'lmangizlar hech qachon.